Hörmətli Şərq Türkistanlıq qərindaşlar, Şərq Türkistan xəbər agentliğinin xəbərlər proqramısını görüşünü qızğın qarşı alırıq. Töndə təfsili məzmunlarını diqqətinizə sunumuz. Xitay atalmış Şinjan ishlab chiqarish va qurilish atritining chegara rayonlarini qo'g'dashda kuchli taraflardan foydalanishni kuchaytirganligini aytgan. İngilizce xabarlar xabar to'rining 7 oktyabr kunidagi xabarda aytilishicha, Xitoyning muavin bosh ministri, Xitoy Kompartiyasi Markaziy komiteti siyosiy byurosining a'zosi He Lifeng Shi Jinpingning havolasi bilan bir hay'at bilan birlikda Sharq Turkistonga kelib, Markaziy hukumatga vakolatan dushanba kuni Urumchida atalmish Şinjan ishlab chiqarish va qurilish atritining qurilishining 70 yilligini xotirlash yig'inida atalmish Şinjanning taraqqiyotini ilgari surishda atalmish Şinjan ishlab chiqarish va qurilish atritini kuchaytirishni tashabbus qilib, Şinjan ishlab chiqarish va qurilish atriti o'tgan 70 yilda Jungocha aloyidlikka ega sotsializm sistemasida bo'z yer o'zlashtirish va taraqqiy qildirishning yangi yo'lini ochdi. Şinjan ishlab chiqarish va qurilish atritidan kelgan avlodlar g'oyat zo'r to'hfa qo'shdi va nurg'ulg'an qimmatli tajribalarni yakunladi degan. O yana atalmish Şinjan ishlab chiqarish va qurilish atriti orqali atalmish Şinjanning ijtimoiy muqimligiga kafolatlik qilishni, yangi sanoat va fan texnika kuchini taraqqiy qildirib, yuqori sifatli taraqqiyotni ilgari surishni, islohot va echitish orqali rayonni Osiyo bilan Yevropa o'rtasidagi Xitoyning g'arbga kengayishi uchun ko'vrik beshi bo'lgan oltin kanalga aylantirib, muqimlikni va chegara rayonlarini qo'g'dashda kuchli taraflardan foydalanishni maqsad qilganligini aytgan. Yig'inda Xitoy Kompartiyasi Markaziy komiteti, Xitoy Tashqi ishlar ministrligi va Markaziy harbiy komiteti avatgan tabrik xati o'qilgan. Hatto Xitoyning to'qilma bayonlari tilga ilingan bo'lib, Şinjan ishlab chiqarish va qurilish atriti 1954-yili Şinjandagi harbiy safdan chekingan harbiy xodimlar tomonidan qurilgan bo'lib, Şinjanning taraqqiyotini tezlatdi. Millatlar ittifoqligi va ijtimoiy muqimlikni kuchaytirish shundoqla o'tgan 7 yilda chegarani qo'g'dash uchun muhim to'hfa qo'shgan deyilgan. Sharq Turkiston surgunda hukumati ijtimoiy axborot supisi X'da buningga inkas qaytirib, Sharq Turkiston surgunda hukumati Xitoyning Sharq Turkistonni qonunsiz ishg'ol, mustamlika qilib olganligini qat'iy ayblaydi. Atalmish Şinjan ishlab chiqarish va qurilish harbiy atriti 1954-yili qurilgandan buyon 175 ming nafar a'zosidan taraqqiy qilib 3,5 million ortiq a'zosiga ega bo'lgan mustamlikachi yarim harbiy kuchga aylanib, Xitoyning ishg'ol, mustamlika qilish va Sharq Turkiston xalqini to'xtovsiz irqiy qirg'inchilik qilish harakatini aktiv ilgari surdi. Biz barliq davlatlarni Xitoy Şinjan guruhi savdo nomida tijorat qiladigan Xitoyning atalmish Şinjan ishlab chiqarish va qurilish harbiy atritiga qarata umumyuzlik jazo yurgizishga chaqiramiz va dunyodagi shirkatlarning bu mustamlikachi apparat bilan bo'lgan savdoni darhol to'xtatishini talab qilamiz. Xalqaro jamiyat Sharq Turkiston xalqining erkinlik, mustaqillik va egilik huquqini asliga keltirish ko'rishini qo'llashi hamda Xitoyning kishilik huquq va xalqaro qonunlarga ochiq-oshkora xiloflik qilganlik uchun javobgarlikka tortish kerak dedi. Xitoy xakerlarining Amerika telegraf shirkatlariga erishishi davlat bexatarlik xodimlarini andishiga solgan. CNN xabar to'rining 6 oktyabr kunidagi xabariga qaraganda, Xitoy hukumati bilan munosabatli yuqori mahoratli xakerlar guruhi yaqinqi bir necha oy ichida Amerikaning nurg'ulg'an telegraf shirkatlariga singib kirgan bo'lib, davlat bexatarligiga munosabatli sezgir uchurlarga erishishi mumkin ekan. İki mənbənin aytishicha, Amerika tekshiruvchilari xakerlarning o'g'irliqcha anglash talabiga erishishning mumkin ekanligini o'ttirg'a qo'ygan. Ammo doiralar yanada xakerlarning qanday uchurga erishganligini aniqlash uchun tirishchanlik ko'rsatmoqda bo'lib, Amerika amaldorlari yaqinda bayqaganlardan xakerlar keltirib chiqargan davlat bexatarlik xavfidan andish qilmoqda ekan. Bu Amerika Federatsiya organlarini nishon qilgan eng yangi murakkab xakerlarning hujumi bo'lib, Washington bilan Beijingning tor jasusligi va boshqa davlat bexatarlik masalasidagi jiddiylik ichida yuz bergan. Amerika hukumati yaqinqi yillardan buyon Xitoy hukumatining vakolatchilarini Xitoy fuqarolariga parokandachilik solganlik va Amerika tuprog'idagi siyosiy o'qituvchilar shundaqla Amerika shirkatlarini bulg'anlik uchun arz qilgan. Xitoyning Washingtondagi bosh elchixonasi Beijing qo'llagan xakerlarning Amerika telegraf shirkatlariga singib kirganligini rad qilib, bu uchurni haqiqatni burmlash deb atagan. Bosh elchixona bayonotchisi Li Pengyi Amerikaning tor bexatarligi masalasini siyosiylashtirib, Xitoyga tuhmat qildi deb o'ktamlik qilgan. Xitoy Amerikaning shirkatlariga qarata tekshirish olib borgan. Washington vaqti xabar to'rining 7 oktyabr kunidagi xabariga qaraganda, Xitoyning Amerikalik kiyim-kechak parcha setish savdogarini tekshirishi chet el shirkatlarining ularning Xitoyning ta'minlash zanjiriga beqinish va bu davlatdagi tijoratining kelgusiga bo'lgan andishini qo'zg'agan. Xitoy savdo ministrligi oldingi hafta Amerikalik kiyim-kechak parcha setish savdogari Tommy Hilfiger va Calvin Kleinning ana shirkati PVH'ga qarata
Sharqi Turkistonda ishlangan mahsulotlarga chetga qaqish tadbirlarini qo'llangan deganni bahona qilib tekshirish boshlatgan. Tekshirishda atalmish Şinjanni chetga qaqqan shirkatlarga qarab turmaydiganligi bayon qilingan. Bu delo Xitoyning 4 yil ilgari o'tirg'a qo'ygan ishonchsiz o'rinlar tizimligi deb bilingan shirkatning atalmish Şinjandan kelgan mallarga munosabatlik boshqa bir davlatning cheklamasiga uyg'unlashiga qarshi qoidani tunji qatim ishlatishi hisoblanadi ekan. Amerika Savdo uyushmasining raisi Sean Stein bu tekshirish tunji qatim elib berilganligi uchun har qaysi soatdagi shirkatlarni bular uchun nimadan derak beradiganligini qayta baholashga majbur qiladi. Nurg'ulg'an kishilar texmi yuqori xatarni ko'radi degan. Ibn Sina mundaq bir mashhur tajriba ishlaydi. U ikki sog'lom qo'yni ayrim-ayrim ikki qo'tonga so'laydi. Ularga yaqin qilib yana bir qo'tonga bir bo'rini so'laydi. Bu ikki qo'yning faqat birila bu bo'rini ko'ra oladi. Bu ikki qo'yga o'xshash yem-xashak beriladi. Ularning eg'irligimi dastlabida o'xshash keladi. Ammo bir necha oy o'tgandan keyin bo'rini ko'rib turadigan qo'y oromsizlashadi, o'riqlab ketadi. Tadrijiy ojizlashadi va kun sayin zaiflashadi. Bu qo'y uzun muddatlik stress ostida qoladi va har qanday idroklangan xatarga uchrab turadi. Shunday qilib u oxiri o'lib ketadi. Amaliyotda bo'ri uningga hech qanday tahdid solmaydi, ammo qo'y buni tushunmaydi. Bu tajriba odamni hayron qoldiradigan natijaga erishadi. Bo'libmi, ming yillar ilgari Ibn Sina uzun muddatlik stress bilan qo'rqinchning jonliqning metabolizmiga qanchalik salbiy ta'sir ko'rsatganligini bayqaydi. Uning bu tajribasi bizga hali ham ahamiyatli. O'zining dushmanidan har vaqt qo'rqib yashash odamni bosh oxiri chiqmas stressga soladi. Tenini zaiflashtirdi, metabolizmni qalayimqonlashtirdi va zehnini qardan chiqardi. Qo'rqinchoq odam uchun dushmanining yoki ko'rib turayotgan tahdidining o'zila emas, balki uning soyasimi u qadar qo'rqinchli bilinadi. Qo'rqqan sari hamma narsa ko'ziga qo'sh ko'rinib, ichidan tugishib ketadi. Tahdid hamma yerda bor. Gap uningga qanday taqobil turishni bilishda. Ko'p hollarda dushmaniga nafrat qilish va uni mansitmaslik, ammo tayyorlikda bo'lish uning qo'rqinchni pasaytirishga va stressni azaytirishga foydali. Yana biri tahdidga tahdid qaytara olish psixik tangpunlikni saqlashda muhim. Kallaga o'rnashib olgan dushman obrazi ba'zida sirtdagi haqiqiy dushmandan vayron qilg'ich bo'ladi. O vaqtda bu jonliqning dushmani ikki bo'ladi. Biri sirtdagi dushman, yana biri uning kalladagi surlik obrazini to'xtamasdan ayon qilib, o'zini qo'rqitib turgan va dushmaniga qo'rqitib bergan kalla. Sharq Turkiston surgundi hukumatining Cumhur raisi doktor Mantimin A'la apandining yozmalaridan elindi. Bugungi xabarlarimiz bu yerda oxirlashdi. Bizga vaqt ayirganingiz uchun ko'p rahmat. Kelar qatimki programmamizda ko'rishguncha Allohga omonat bo'lgaysizlar.